Assalomu alaykum. Paraz не канайте, o'g'il bolaga emas. Прям haqiqiy mujik bo'lardim. No. Afsuski meni osmondagi oyim degan edingiz. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan ozgincha gaplashgim keldi. Make up qilamiz. Boshimdagini o'tgan videoyimda sizlarga aytgandim, mana shu tonalkamni yollab ishlatyapman degandim va nihoyat men yangi tonalka sotib oldim. Biz oilada 5 kishimiz, hazillashdim. 3 ta farzandmiz. Akam, opam va men. Agarda xarakter bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, xarakter 3 ta farzanddan ikkitasiga umuman berilmagan, ulardan qisib qolinib menga beriladiganidan, ana ikkitasini xarakterini ham menga berishganda, ularga desanglar ham bachkana tuyuladi-da. Akam 1999-yil SSR paytida tug'ilganlar. Opam mustaqilligimizga erishganimizdan keyin 2002-yil tug'ilganlar. Oilamizda san'atkorlar umuman yo'q, lekin oyijonim san'atga juda ham qiziqqanlar. O'sha talant mana menga oyimdan yuqqan. Akam umuman internet olamidan yiroqda. O'zi oilam umuman rasmga tushishni yoqtirmaydi. Akamni ham o'zinglar agar ko'rgan bo'lsanglar, zo'rg'a majburlab rasmga tushtiraman. Opam umuman yiroqdalar. Opam hamma mendan so'raydi. Sizga buncha chiroy qayerdan yuqqan Dildora? Onajonim bo'ladilar. Mushugimiz kirdi. Bizani hattoki shunaqa maqtashmaydi. Vlog olaman deb oyimga aytdim-da, oyijon, maslahat qiladi, vlog olaman, Instagramga qo'yaman desam, yo'q, voy, iltimos bizani aralashtirma, qo'yma, gapirma dedi. Yo'q, oyi, это надо. Это интересно для моих подписчиков dedim. Keyin oyim deb qoldi. Doimgidek meni jinnicha odatim bu yangi tushi ham ochib, bundaqasini olib tashlab, yag'ir, irkitlab ishlatish bu. Tadam. Vot. Oyimni ayajon deb chaqirishni xohlayman. Buvimni acha deb aytgim keladi. Biz toza toshkanlu bo'lganimiz uchun bizda unaqa ayajon, acha degan narsalar yo'q. Hozir patom. Kamol. Biz haqida gapirmayapsiz deb, opam haqida nima gapirishni ham bilmayapman. Ya, chestno говорю, 3 yil oldin erga tekkanlar, tekkanlardan keyin chiqqan qiz chig'iriqdan nari. Kamol. Har bahor